Hop, assalomu alaykum hammaga. Bugun Gladiator zalida mehmondamiz. Bugun kim qancha ko'taradi showimizga start berdik. Birinchi mehmonimiz Doston aka. Assalomu alaykum. O'zingizni bir tanishtirib qo'ysiz aka. Nechaga kirgansiz aka? Qanchadan beri trenirovka qilasiz? Assalomu alaykum hammaga. Meni yoshim 29 da. 96-yilman. Bu sohada ancha yillardan beri yuraman. O'zim bu narsaga qiziqishim katta. Xohlasa ko'p joylarda YouTube ega bo'lganmiz. Xohlasa qo'ldan kelgancha shu zalda trener bo'lib ishlayapmiz. Aka, bizda mana bunaqa rejim ishlaymiz. Turniy, biceps aka. Bu yerda haligi ko'p martaga emas, bir martaga. Misol uchun rejimda 100 kilo bir marta tursangiz bo'ldi. Turniy ko'p marta, xohlagancha uni haliginaqada biz nima qilmaymiz? Armeniyasiz emas, qanaqa bo'lsa ham ko'p tortish kerak. Bicepsga. Bu ham hali strogiy emas, xohlagancha talshov bilan iloji boricha axir vez ko'tarishga harakat qilamiz aka. Birinchi nimadan boshlaymiz? Farqi yo'q, turniy bo'lsa turniy. Birinchi jim, ha? Jimdan bo'laveradi. Bo'laveradi. Razminkadan boshlab 20 kilo, har bitta podxodda 15 dan qo'shib ketamiz. Qani, necha kilo ko'tarar ekan? Dam olamiz, ha? Aka, o'zingizga yoqqan 3 ta sport tanani aytsangiz. O'zimga yoqqan 3 ta sport tani nimadan boshlaydi? Boshlang aka, eng yaxshi birinchisi boshlanishiga. Men ko'proq azot ichaman, energiya bo'lish uchun charchamayman, maza qilib zavqlaman. Keyin protein ichaman. Protein J yaxshi, zo'r, natijasi yaxshi. Bitta ichmayman. Vasстановление. Bo'lsa boshqa narsa kerak emas. Odamlar kimik deb o'ylaydi. Lekin bu narsaga biz to'liq gapiryapmiz. To'liq protein. Hop. Tosh oz ko'ringan bo'lishligi mumkin. Uje 80 kiloga chiqdik biz. Kam 80 da ishlayapti. Biz рабочий вес qilib boryapmiz. Чтобы kalsiyasini ozroq ishlayapman, чтобы maksimalga chiqamiz-ku. Ha, aka. Charchab qolmaslik. Amalib ham nima qilaveramiz aka? Bu og'ir kelgancha charchab qolmaylik. Yelkalaringiz katta ekan, aka, siz nimaga? Naturalga, qanaqa упражнение ishlaysiz? Bitta, misol uchun boshqa упражнение ishlamaysan, to'lka bitta упражнение ishlaysan desa, qaysini tanlagan bo'larsiz yelkaga? Gantel maxi. Max. Storomu max, da. Max. Da, eng yaxshi bo'lgan упражнение. Shu uchun katta ekanda, ko'pchilikda o'ta qolib ketadi orqa bilan, ammo oldiga kelishlaradi. Juda ham zo'r ta'sir qiladi menga. Trapesiya yaxshi ko'raman. Trapesiyani har doim qo'shib boraman. Ha, u ham как бы yordam beradi, shu o'rtasiga ham. Trapetsiya ham juda chiroyli turadi odam, yarashib. Ha, unda yaxshi. Max ekan. Demak, yelkani akamiga katta qilmoqchi bo'lsalar, max ishlaydilar. Olib ketmasin. Iloji boricha texnikasiga qarab, haligi 30 kilodan avval mana iri torish yo'q. Chiroyli 20, 15 10 ishdan. Da, absat. Ashanaqa 110 ga chiqdingmi aka? 110 bo'ldi. Stop, kalsiyasi 5 tadan olib chiqib ketyapman. Ha, Charchab qolmasligi uchun. bo'laveradi. Apero gapiralar, что bizda yaxshi eshitadiganlar ham bor. Bo'laveradi. Talant. 110 ga chiqdi akam, uje u hazillashadigan vez emas. Yangi zalga chiqib olib, u vez qo'yib olmaylar. Nima bo'lib bu sportga kirib qolgansiz aka? Imенно bu sport, misol uchun boshqa sportlar ham bor edi. Nima sabab bo'lgan? Maktab vremyamda maktabga darsga kirmasam ham turniy bo'lish juda ham ko'p o'ynab yurardim. Yoqardi. Maktab boshlansa ham darsga kirishdan o'rniga men turniy bo'lish o'ynab yuraverardim. Qiziqishim bor edi. Qiziqish bor. Keyin yoshligimizda bitta ikkita bola katta bo'lgan akalarimiz bor edi. Ular juda ko'p avjimani turniy bo'lish qilardi. Formasi chiroyli edi. Shuni hisobiga ularga men havas qilganman. Ulardan so'raverardim, aka nima qilsam, qanaqa joyim katta edi, nima qilsam nima bo'ladi deb. Sohada mana shu yo'lga kirib ketdik. Temir tezaklarcha yuribmiz mana hali ham. Ha, yaxshi. O'zi bunday olib qaraganda, u kishi hisoblaganda уже 10 yil bo'libdi уже. 10 yil. 10 yil bo'libdi. 10 yil qilib qilmay ta'amoli boshqa qilib ish bilan bo'lib qo'yganmiz. Bu hozirgi vremyada shu rezultatim 3 yillik rezultatim inshaalloh. Ha, sen zo'r aka. Meni bitta o'sha do'stim bor, ham ustam bo'lib qolgan. Ilyas Ataxonov hozirgi dani momentda bu inson federatsiyani nimasi yuqqa qaraydi. Powerlifting bo'yicha. Powerlifting bo'yicha yaqin bo'lsin. Juda ham menga mehr berib, bo'lsin ma'no qiling deb meni shu natijaga olib keldi. Yordam berdi, Yordam berdi-da. Alloh uchun oshnamiz yaxshi ko'raman. Bu insonni men
hozirgi zamonda ko'risha olmayapmiz. Men bu yoqda o'tib, do'stim bu yoqda charchab qolyapmiz. Ha. Sizlarga yana bir narsa aytib qo'yaman. Bittasi ko'chada chiroyli mashina minib kelsa, uni dada yasab bergan bo'lishligi mumkin, opaga yasab bergan bo'lishligi mumkin. Lekin mana bunaqa chiroyli funkani bunaqa kelib, paxat qilib, qattiq ishlab, rejimni qo'yib qilmasa, u bo'lmaydi. Buni dunyodagi eng kuchli trenerda olib kelib trenirovka qildirsa ham bunaqa qila olmaydi. Anchimcha sabab o'zida bo'lish kerak. Aytyapti, o'zi qiziqqanman deb, shuning uchun qiziqib kelib birinchi o'chirda ovqatga qaranglar. Bu og'ir ko'tarish emas. Birinchi o'chir akam ovqat to'g'ri qiladi, 7-8 soat uxlaydi, 6 soat eng kamida. Keyin bu oxirgi o'rinda bu bo'ladi. Birinchi o'ringa qo'ya olmaylar toshni. Shu travma olganlar ko'pda. Aka men ko'rganman, yelka shunda travma yelkadan ko'p ketib qoladi-ku. Yelkam og'riyapti, zalingga tushib bo'ldi. Birinchi o'rinda akalar bu emas. Birinchi o'rinda ovqat to'g'ri qilinglar. Keyin bu 50 yil avval ham formasi borlar chiroyli bo'lib, ularni hamma havas qilib qaravergan. 50 yil avval men sizlarga misol keltirib beraman. Zaporoj misol uchun 07 Jiguli Liboyi 50 yil avval zakslarga chiqib совсем kuchli mashina bo'lgan. Ancha boylarda bo'lmagan. Hozir u mashina Liboyi ololadi, lekin xuddi tashlanaqa tana 50 yil avval ham xuddi shu tanani orzu qilishgan, hozir ham xuddi shu tana. Bu o'zgarmaydi. Bundan 50 yildan keyin ham shu bo'laveradi. Hozirgi trendda bo'layotgan mashinalar ular qolib ketadi. Shuning uchun birinchi o'zimiz sog'lom bo'lsak, hammasi bo'ladi. Birinchi o'rinda sog'liq akalar. Boshladik-a? Qo'shdikmi hozir ashunda? Qo'shdik 140 bo'ldi. 140 kilo. Bu mening rабочий vesim hozirgi momentda. Smela 8 ta 9 ta ketadi. Nu maksimalga chiqyapmiz. Hisobiga ozroq qilaveramiz. Kalitosini 2 ta urib turaman pakashda. Bo'laveradi. Shartlab qolmasligim uchun. To'g'ri. Yuz beraymi aka? Bo'laveradi. Xo'p, yana bir narsani sizlarga eslatib qo'yaman. Sizlar o'zingizlarni maksimal kiloga chiqib ketganingizda, shu rабочий vesga yetganda sizlar misol uchun 70 kilo sizlarni rабочий vesinglar bo'lib 8 dona zo'riq o'ynasanglar, ashi vesni iloji boricha страховкаga turgan odam uzib bersin. Nimaga deganda nimadan ko'zning oldidan uziladi-da, yelkaga travma bo'lib qoladi. Sheri yuz berganda yelka travma bo'lmaydi, grud dozi bilan ishlaydi. Shuning uchun iloji boricha nimalarda rабочий podxodlarda bittasiga aytsanglar yuz bergani yaxshi. Mendan maslahat. Уже 170 bo'lib ketdimi aka? 170. Buni hazillashmaylik, o'y. Inshaalloh ketadi. Xudo xolasa. Bitta uramizmi bu aka? Inshaalloh. Jim yotganda iloji boricha olib bergan yaxshi. O'zi olganda inson ko'p energiya sarflashga ketib qoladi. Kalitsiyasi ozayib qolishi mumkin-da. Misol nastroyingizda men hozir 140 3 ta uraman deysiz, lekin o'zingiz olib energiyangizni yo'qotgan hisobiga bitta ilikda ketib qolishi mumkin. It travma ham bo'lib qoladi, o'zi olgan. Juda ham yelkani ehtiyot qilish kerak. To'g'ri. Hozir mana 170 kilo aka, buni bitta uramiz-a? Bitta uramiz inshaalloh. Xudo xolasa aka. Hozirgi vesingiz qancha aka? Qani beraman. Hozirgi vesim, mana turishim 100. 100 kilo. 100 kilo. 170 kilo. Endi anchadan beri katta ves ishlamagandim. Bu asosan musobaqalarga yaqin katta ves ishlayman. Чтобы taylanaman-da. Shuning uchun. Hatto hozirgi momentda to'g'ri forma olib ketyapman. To'g'ri kalisiya ishlab shunaqa bo'ladi. Bu vesga chiqmaydi ekan, o'zi anchadan beri. Shu zalga o'tganimda bu vesga chiqmadim hali beri. Bunga stropkani yaxshi qilamiz ekan. Чтобы Страховщик torlayotganinglarda ham katta ves ko'tarayotgandi. Yaxshiroq straxовщик torlaylar, чтобы ko'tarib berish kerak. Bosib yurishligi ham mumkin-da. Shuning uchun bosib ko'tarib beradigan sal kattaroq bo'lmasa, zalda o'qiti borroq straxовщик torlaylar. Qani, ketdiga. Bismillah. Bismillah. Раз, два, три. Hop, hop. Hop. Mush. 170 ketdi, yeb. Kechotdan ito'yma, ketyapti, yaxshilar, ha? Ketadi. O'zi qancha ketgan? Eng ko'pi. Eng ko'pi shu zal yolg'on bo'lmasin, boshida ochilganda biz Salohiddin Salif aka bilan jim ishladik. Aslida bir marta maksimal kesdim, straxovka bilan 210 kilo urgandim. 210 kilo eng maksimal. Bundan besiz 100 kilo edi. Besim 100 kilo edi. Shunaqa. Hozir qanaqa qilaylik aka? Qo'shamizmi yo? Qo'shamiz. Qo'shaveramiz. Qanchasi? Men yana bir patrot uraman.
ketsa ketdi. Ketmasa yo'q. Ketmasa yo'q. No shu vesga chiqquncha inshaalloh agar kimdir o'tkazsa, inshaalloh keyingi yana qaytib kelsam kelaman desangiz, inshaalloh undan o'tkazib beramiz. Bo'ldi aka. Men yaxshi tayyorgarchilik ko'rib turibman. Moshina qilib. Qancha qilamiz? Men kutilmaganimda keldingiz siz bugun. Ha, o'zi nima bo'lib qolib qancha qilaylik? Xudo xolasa hozir 180. 5 qo'shaylik, ha? 180 ga bitta kiraman. Inshaalloh. Mana. Qo'ldan kelgancha. Bo'ldi. Ketcha amalaylik, ha unga. Moshina qilib, ha. Grutka aka, yaxshi упражнение bitta qaysi bir aka? Nima deysiz? Zo'r beradigan Grutka. bu endi baza. Bu baza. Grutka men eng yaxshi narsa упражнение crossoverda yaxshi ko'raman. Pastga, yo'q. Ha, o'ziga sredniy uraman. Juda ham zo'r. Og'irligi ham kuchli bo'ladi. Nimagadir gandel, baza ishlaydigan bo'lsam, og'riq sezmayman. Bu crossoverda ishlayman. 1-2 Maksimal cho'zilib, da, maksimal cho'zilib, olib kelib qisib, pauza bilan ishlaganimda juda ham moshni pamp tushaman. Juda ham og'riydi. Ertasi kuni ham og'riydi. Maza qilaman. Men qilganimda og'riganimda men kayf olaman. Ko'pchilik zalga chiqib, ertasi kuni og'riganidan shekilni olib bering. zalga kelmay qo'yadi-da. Zalga 3-4 oy chiqqanlardan keyin ana shu og'riq sizlarga kayf bo'lib qoladi. Undan boshqasini xohlamay qolasiz. Aka-ku, ana shundan kayf qilaman deb. Shuning uchun hech ham nimaga qaramanglar og'rig'iga. Bir hafta chiqsanglar, xudo xolasa keyingi haftadan og'rimay qo'yadi. U og'riqlarni sog'inib qolasizlar, xudo xolasa. Bu mazza og'riq bo'ladi, shu tushuntirib olmayman. Ya Alloh, 180 kilo. Xudo xolasa biz ham 3-4 yil harakat qilsak 100 ga chiqib qolamiz. 100 ga. Bu yoqda 180. Aralashmalar shunday bu vez bilan. Bezdirovka kis yo'q, только lyamka bilan. Odamlar rostdan, to'g'ri. Odamlar chig'anog'igacha kis so'raydi. Ha. Men bezdirovka, bez kis kirib ketyapman. Только lyamka bilan kiryapman. Buni ham hisobga olinglar. Ha, shuning uchun men seni ag'ir ko'tarib qo'ydim-ku deb hazillashmanglar, kelaver, men qaytib kelaman. Kamtasi bu yoqdan ag'ir ko'tarsa, keyin o'g'lisini ag'ir ko'tarib deyman. Mana bismillah, qani kurkli bilan mana bu yerdan oling. Bir ko'raylik, bir 180 hazlakan vesmas. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Раз, два, три. Hop, Bap. ketdi. Qas. Давай. Давай. Ditcha. Давай. Hop. Bap. Yap. Yaxshi. Bu ketdi. Какой-то Ditcha. ditcha. Ha. Qo'lim qotib qoldi. 178 ekan. 178, 175 ham deylik. Ha, 175 mana. 175 ketdi. Hop, biz turnirga o'tdik, jim 175 ketdi. Endi turnik, xudo xolasa turnik ham 25 dan tikib bankamen, lekin siz 50 tursangiz kerak. Xudo xolasa 175, buni 25 tursangiz 200 bo'ladi. Biz общийga hisoblaymiz aka. Buni alohida emas, общий qo'shamiz. Boshqa zal trenerlari bilan. Bu kim ag'ir ko'tarishalik, kim kuchliligini bildirmaydi bu yerda akalar. Masalan uchun bu yoqdan yengil ko'tarayotgan odam bu yoqdan slabiy bo'ladi, bu yoq ancha-muncha narsani bilmaydi degani emas. Bu yoq prosta avval powerlifting bilan shug'ullangan, shu hisobidan ag'ir ko'taradi. Bu yoqdan yengil ko'taradiganlar u uch bo'ladi bilmaydi degani emas. Shuning uchun men borganda qo'hmay habib aka olamiz deb yuboringlar. Qani aka, bismillah turning. Xohlaganingizda qo'shib, xohlagancha tortmas aka. Bunda farq yo'q. Rejim ko'p bo'lsa bo'ladi, bismillah. Ko'raolmaysiz bo'ladi adash, ha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Maşallah. Ular 5 ta, ha, moshinaga. Haligi nima qilmanglar, dakansa tushdi, dakansa chiqmadi deb bunaqa negativ yozish kerak yo'q. Bu armiya emas, xohlaganinglarcha tortinglar. Ha. Уже pump bo'lib, уже совсем 2 barobar kattayib ketdi aka. Qo'lda xonalanish qiyin bo'lib qoldi уже. Ha, shunaqa. Ammo powerliftingda tashqi yurganlar biladi. Bitta xonalangandan keyin qo'l qatib qoladi. Shuni hisobga olinglar. Ha, shunaqa. Shuning uchun negativ kerak emas, chiroyli kontent bo'lsin. Aka, endi zigzagda bitishga ko'taramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Hop, biz bitishga o'tdik. Razminka 38 kiloda bo'lyapti. Mana bu zati 8 kilo ekan. Mana 15 dan ikkita. 38 kilo.
Xudo xolasa bu ham bir 100 ga chiqib qolar aka inshaalloh. Ha? Inshaalloh. Yaxshi harakat qilsak. Qani, Inshaalloh. ko'p Hozir bormaysiz, qo'lni nima qilib Buni qo'ymasin. boshlayman. Maksimalga chiqamiz ekan. Og'ir beshlaymiz. Qalichasini 5 yil olib ketdim. Ha, 5 yildan shunaqa qilyapti. O'zim energiyam ketib qolmasligi uchun. Ha, mendan keyin ham zal qilasiz, xudo Ha, xolasa. обязательно. Bo'ladi. Men boshida ham aytdim, hozir ham aytaman. Stroyga ishlash shart emas. Xohlagancha cheting bilan, belingiz og'rib qolmasa bo'ldi. Xo'p. Qancha qo'shamiz? 15. 15 dan, ha? Bizda to'lqa 15. Bo'ldi. 15 yuzga. Hop. Sразу 30 kilo qo'shyapmiz. Shu hazakam vес emas. 68 kilo bo'ldi mana shunda. 30. 68 kilo bo'ldi. Operatorda vesi bo'ldi. Bu ham 5 tami aka. Yo'q, ozaytib piramida qilib ketasiz. Buni 2 ta, 3 ta. Bolalar. Lamka kerak emas, ha? Yo'q, nima? Kist Kis yo'q. Hisobga olinglar. Ha, shuni ham hisobga kist yo'q. Yo'q. Kist bilan ham 5-10 kilo hal qilib oladi. Jimda ayniqsa 75-80 ketmay qoldi. 80 kist bilan ketar edi bemalol. Kimlardir 85 ketar edi. Gapingizni bo'ldim. Kimlardir jism qilganda tas ko'tarilib ketadi. Ko'tar. Ko'tarilib ketadi. U powerliftingda hisobga olinmaydi. Shuni unutmanglar. Men ko'p jimoviklarda ko'raman-da. Yerdan ko'tarilib ketadi. Ha, mana qilib. Yerdan ko'tarishaveradi. Unda bu aytganingiz ketadi. Bizda ham ketadi. Nu, biz texnikamiz boshida o'rganayotganim o'rganganimizda buni texnikada o'rganmaganmiz. Hisobi ko'timiz yerdan ko'tarilib ketsa, sudyalar hisoblamay qoldi deb iloj boricha ko'tni stolda yaxshirib turamiz. Kimdir mos tushadi. Mos tushagan boshqa. Ko't tegizmagan boshqa. Shuning uchun men borganda iloji boricha ko'tinglarni ko'tarmaslikka harakat qilinglar. Sabab sizlardan avvalgi trenerlar ham hali ishlayapti. Mana bu yoqdan keyin boshqasiga boramiz. No, ashla xafa bo'lib qolishligi mumkin. Chunki hamma trener haligi keyin gapirib chiqsa, trener yomonladi degan gap bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zingizlarga ham aytaman, videoda ko'rsanglar ham bilib qo'yinglar. O'zbek ko'tarib yubormaysizlar jimda. Aka, 68 kilo. Boshladik a? Bismillah. Yetar. Uje bitga oxirida qilyapmiz-da, qo'l pamp bo'lib 2 barobar katta bo'lib ketdi. Uje qisilmay qoladi. Quvvat ushamay qoladi. Ashuna hisobi ham bor. Atay boshida bo'lsa, balki 150 ko'tarib yuborishligi mumkin, lekin hozirgi pamp bo'lib ketgani, qo'llar katta bo'ladi, pamp bo'lgan hisob bilan, qon aylangan hisob. Ushash qiyinlashib qoladi. Shuning uchun lamkada bitga qismay qo'yadi. Shuning uchun mana buni ishlayapti. Ashuna hisobga olinglar. Negativ kerak emas. O'zi ham xato ishlayapti-yu, unaqa-yu, bunaqa-yu demay qoringlar. Oldinglarga boramiz, ashunda aytasiz. Aka, bu shu 100 dan o'tib ketdimi deyman-da. Yo'q, 98 bo'ldi, ha? Shu ves bo'ladi. 98 kilo bo'ldi, aka. Tashlatilla. Remen tam o'tkazib ham qo'yamiz. Bez remen, bez ichon. Jostka bitta. Bo'ldi, aka. Inshaalloh. 98 kilo bez remen, bez kift. Bu ancha uchasiga emas, bu 30 kiloga remen taqish kerak o'zi asli. Bu yoq уже 98 da. Qani aka, bismillah. Yengil ketsa qo'shib olamiz degan joyingizda. Bez remen bo'ladi bo'lsa. Ketdi, bismillah. Urib qo'yaymi aka orqaga? Hop. Ketma. Ko'ramiz, aytaramiz. Aytarib ko'ramizmi aka? Aytarib ko'ramiz. Bo'ldi. Hop, 98 ketmay qoldi. Yana boshqadan harakat qildik, damaldik ko'proq. Xudo xolasa ketadi. Bu ketmasa ham aka hech ham nimasi yo'q. Bu odamlarni chagasi aka. Hech ham haligi o'zidan nima qilib olmayin. Mashg'ulotlarda ketma-ketligi ham xato bo'lgan hisobidan ketmasligi mumkin-da. Bismillah, qani aka? 98 kilo. Zalga 2-3 kilometr chiqayotgan odamlarda bu jimi. Bu ishlayapti aka. Bismillah. Baba. Ket aka, davay. Hop. Davay. Ketdi. 98 kilo ketdi mana. Boya ketmay qoldi. Sabab ozroq damalib qoldik. Hozir yaxshilab damaldik aka. Inshaalloh. Nastroy ham yaxshi oldi mashinaga. Ha, bu 98 kilo. Yana bir marta qaytaraman. Bu ancha uchasini chagasi. Chaga nimaligini bilmasanglar, bu yerdan yurish olmaydi, ancha uchasi tosh. Bu ham bitib ishladi.
Malades aka. Man Zo'r. bir ko'tarolmay qolgandir, qilolmay qolgan ishim chetimda g'alati bo'lib qoladi. Ha. Mayinni o'tirib qoladi faqat. Hozir aytdimki, ketmay qoldi. Men ketkizaman dedim. Yana bitta imkon beringlar dedim. Inshaalloh ketmasa bugun kechga uxlaolmasdim. Ha, Siqilib miyam mana shu narsa aylanib beradi. Hech narsa yoqmay qoldi. 98 kilo. Aka endi hisoblab qo'yamiz ha. Jim 175, 35 ta turnik 210. 210 kilo bo'layotgan bo'lsa, mana 98 kilo. 308 bo'ldi aka. 308 bo'ldi adashmadim. 100 kilo o'zini bersa 308 kilo.